Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan kokos proyektimizni 11-apreldagi holatini ko'rib o'tamiz. 15-oktyabrda ekilgan. Bugun sizlar 2026-yil 11-aprel. Holatlari qanaqa? Palagimiz qarigan, lekin qariganiga qaramay meva solishda hali bardavom. Juda ajoyib. Endi sizlarga teparoqlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'sh. Mana hurmatli obunachilar, iloji boricha yaqinlashtirib olyapmiz. Ushlagan bodringlari hali bor. Katta qilishga hali xot yaratyapti o'ziga o'zi. Pastdan ham mana bunaqa bodringlarni urib chiqarib hosildorligi saqlab turibdi. Hurmatli obunachilar, Neva F1. Endi bugun 11-aprelni hisoblasak, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel 6 oyni tugatib 7-oy hosil beryapti. Hurmatli obunachilar, juda ajoyib. Mana hosildorliklari juda ajoyib. Ichkarilarda ham hosil solish templari juda ajoyib. Iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'bisi bargda edi. Unshudring kasalligi bilan, shiralar bilan kurashib turibmiz. Mana 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta bodringi bor. Hammasida 2 ta, 3 ta bemalol teriladigan bodring mavjud. Mana bitta, mana bu 2 ta, 3 ta. Mana esa teparog'ida juda ham ko'p hosillar mavjud. Endi to'g'ri, hosil sifati buzilgan. Yoshligidagidek chiroyli, tekis mevalar bermayapti, lekin baribir ham nisbatan ajoyib ko'rsatkich. Chunki hali hosil solyapti. Juda ajoyib. Endi ko'p ham yomon emas, shakllari biroz buzilgan. Uzun tekis emas u. Biroz qiyaroq, kurchoq sifat hosil beryapti. Bu qari bodring uchun tabiiy holat. Hosillarni juda ham yiriklashtiryapti. Yangi bachkilar, barglar urib chiqarib, palak yashashda davom etyapti. Tagida kokos proyektimiz bu 3-yil sinovdan o'tkazilyapti. Alhamdulillah 3-yil ham bizni uyaltirgani yo'q. Yerimiz yaxshi bo'lmagani uchun kokos qilganmiz. Bu endi to'liq gidroponika stil emas, bu gibrid stil desa ham bo'ladi. Sababi ham yerga o'tadi, ham kokosdan oziqlanadi. Ildizlari takka o'tib ketgan shekilli. Bizda tomchilab sug'orishimiz yaxshi emasligi uchun ildizlari gidroponikadagiday zo'r ko'rinmaydi. Lekin mana bu ildizlar kokosda ildiz juda ham yaxshi ishlayotganini anglatadi. Videoda uncha ko'rinmasligi mumkin, lekin ko'z bilan ko'rganda ancha-muncha ildizlar mavjud. Juda ajoyib. Bu yilgi planlarimizni biz o'ylagandaqaday ortig'i bilan solib berdi. Hosildorlik bizni xursand qilgan. Juda ajoyib. Hurmatli obunachilar, kokos proyektni kelasi yil yana ham kattaroq masshtabda qilamiz. Sababi yerdan ustunlik jihatlari bor. Qishni kunlarida ham yerga nisbatan biroz potensiali yuqoriroq bo'ldi. Har safar
50 sotuq hisobida olsak, yerdagi 50 sotuqdan 5-10 qopgacha farq qildi. Kamida 5 qop, ko'pi bilan 10-15-20 qopgacha raznica. Bu har terimda ancha katta massalani bergan hisoblanadi, hurmatli obunachilar. Palagimizni tushirmaganmiz, chikankalaganmiz. Shu sababdan mana shunday g'ovlab ichida bodringlarni solib yotibdi. Telefonim filmdan tushaverdi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p meva. Bugungi videomiz shundan iborat. Yana ham qopargandan keyin palak bo'shiga necha kilodan bodring o'zganimizni keyingi videolarda qo'yib boramiz inshaalloh. Hammalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.